Assalomu alaykum, hurmatli Fono Mebel obunachilari. Mana navbatdagi oshxona mebelimizni Andijon Suvulduz mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Dostonbek akamizning xonadoniga. Dostonbek akamizni birovalisiga 1 yil oldin ish tayinlab bergan edik. Shu ishimiz yoqqan ekan, yana bu akamiz biz oldimizga borib, "Uka, bizga ham chiroyli holatda tayinlab bering" deydi. Kelib, joylarini 1 hafta oldin o'lchadik. 1 haftaning ichida mana olib kelib bugunga nasib ekan, chiroyli holatda qo'yib ketyapmiz. Mana bu ishimizni o'sha metrga keladigan bo'lsak, devordan devorga 5 metr bo'ldi. 5 metrning ichida bu chekasiga xolodilnik joylab ketdik. Xolodilnikning tepalarini, qo'llarni, tumbalarni o'rab ketdik. Xolodilnikdan keyin kir mashina, mo'ykasi, tepasiga sushurkalar bo'ldi. Mo'ykadan keyin mana bu joyga bir yo'l kir mashinasini ham o'rnatib ketdik. Hop, bu joyga vitichka, gaz, duxovkalarini qo'yib ketdik. Mana bu chekalarni shu 4 eshiklar bo'ldi. Mana saf fasonlar kirgizib qo'yildi, fasonlarga kirgizib. Hop, bu ishimizni betliga kashtan firma akrili bo'ldi. Rezinli kronka, osha-oshalari 70 kg oladi, bemalol tortib, ko'tarib ishlatib oladiganlardan. Orqalari granit, rossiyskiy stalishnisi, yerdan balandligi 230 bo'ldi. Bu ishimizni metrini 2 million 400 ming so'mdan chiqarib berdik. Bizdan sushurkasi, mo'ykasi, granti bizning hisobimizdan bo'ldi. Gaz vitichkalarini akamiz o'zi olib oladigan bo'ldi. Hop, bu ishimiz 2 million 400 ming so'm to'liq qira joyga urdik. Xolodilnikning tepasini bonusli berdik. 10 million 570 ming so'm bo'ldi. 10 million 570 ming so'm ichida bizdan shu narsalarni olib kelib, dastavkalarni ichiga olib kelib o'rnatdik. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaatlar qilib olasizlar. Telegram, WhatsApp hamma yo'g'imiz bor. Sizlarga ham xuddi shunday chiroyli holatda tayyorlab olib kelib o'rnatib beramiz. O'zlari biz zakaz olamiz. O'zlari 10 kun ichida xudo xolasa uyingizga chiroyli holatda yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar. Narx-navosi 2 milliondan boshlab bu yoqqa 4,5 million so'mga mashinasiga duxovkalari, orqalari mana granit holati, xudo xolasa xizmat qiladigan tepada chiroqlariga bo'ldi. Polniy vakuum sharni, hatto g'aladoniga davr polniy vakuum sharni bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerlarimiz yozib qo'ydik.